Assalomu alaykum hurmatli podpisчики, aziz do'stlar. Ma'lum sabablarga ko'ra, ya'niki komandirovka mehnat safari bilan yangi Toshkent loyihasida qad rostlab turgan stadion binosiga ko'chirilganligimiz sababli ish joyimizni endi videolarimizni stadion bo'limidan davom ettiramiz. Bu yerda 75 gektar yerga mo'ljallangan zamonaviy infrastrukturalar bilan uyg'unlikda zamonaviy standartlar asosida qurilib turgan stadionimizda qurilish maydonida biz hozirda bu yerda suv o'tadigan trubalarimiz uchun quvurlarimiz qo'lladyapmiz. Bu yerlarimizda esa betonkalarimizni qo'yib ustini izolyatsiyalarni yopib tamomlab oldik va bu yerda poydevor qismimiz, ya'niki tamal qismimiz uchun armaturalarni to'qish ishlarini olib boryapmiz. Nasib qilsa 2027-yilning 1-chorakida qurilishi yakunlanishi ko'zda tutilib turgan bu obyektimizni qurilish ishlari juda ham jadallik bilan ish bormoqda va bu yerda 2000 dan ortiq ishchi xodimlarimiz ishlayapti. Adamgidek aytib o'tadigan Avrasiya firmasi hamkorligidagi texnikalarimiz va bir inshoot firmasi hamkorligida beton ishlari, ya'niki monolit ishlarni jadal olib boryapmiz. Nasib qilsa, qo'llab-quvvatlab tursangizlar, sizlar bilan birgalikda hammasini birgalikda erishamiz.